Keling, miyangizni ichki soatini tekshiramiz. Ko'zlaringizni yuming va ichingizda 30 soniya o'tganini his qilganingizdan keyin ko'zingizni oching. Miyangizni tabiiy vaqt tuyg'usiga ishoning. Sizning ichki soatingiz kechikib qolishi mumkinligini inobatga olib, taymerni 60 soniyaga qo'yaman. Natijasini videoni oxirida aytaman. Qani ketdik. Agar siz ko'zingizni juda erta ochsangiz, miyangiz hushyorroq yoki ehtiyotkor bo'lishi mumkin. Agar siz ko'zingizni juda kech ochgan bo'lsangiz, bu sizning miyangiz ehtimol charchoq yoki chalg'itish tufayli ma'lumotni qayta ishlashi biroz sekinroq ekanligini ko'rsatishi mumkin.